Keyingi ishimiz esa 13-jadvalda ko'rishingiz mumkin. Bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilarni statsionarlikni Dike Fuller testi orqali tekshirdik. Bunga ko'ra Dike Fuller olingan natijasiga ko'ra z test qiymati -6,4 bo'lib, bu salbiy va 3 ta kritik qiymatdan pastligi aniqlanadi. 1%, 5% va 10% darajalari uchun kritik qiymatlar mos ravishda 3,6, 2,9 va 2,6 edi. Statistik test qiymati kritik qiymatlardan past bo'lgani bois Dike Fuller testining mezon talablarini qondiradigan kuchli statsionarlik mavjudligini ko'rsatadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, har bir mustaqil o'zgaruvchi P qiymatlari 0,5 dan kichik va mustahkam statsionarlik mavjudligini ko'rsatadi. Ya'ni statsionarlik bu nima? Mana shu mustaqil o'zgaruvchilarning bog'liq o'zgaruvchiga qay darajada bog'liqligini aniqlab beradi. Xo'p, bu 42-rasmda ko'rishimiz mumkinki, korrelyatsiya grafigi. Korrelyatsiya bu agarda 0 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bu yerda 0 dan yuqorida joylashgan nuqtalar bu musbat korrelyatsiyaga ega, 0 nuqtadan pastda joylashgan nuqtalar esa manfiy ko'rsatkichga egaligini ko'rsatadi. Bu o'sha yalpi ichki mahsulotning aholi jonboshiga aholi jonboshiga nisbatan yalpi ichki mahsulotning mustaqil o'zgaruvchilarga qanchalik bog'langanligini ko'rsatib beradi. Korrelyatsiya tekshiruviga ko'ra bizda sanoat, ishsizlik, eksport to'g'ridan to'g'ri aholi jonboshiga nisbatan yalpi ichki mahsulotga bog'liqligini ko'rsatdi. Biz buni chiziqli regressiya orqali, ya'ni OLS modeli orqali tuzib oldik. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, F-test 0 qiymatga ega, ya'ni F-test statistik jihatdan ahamiyatliligini ko'rsatadi. Bu regressiya natijalarini olish uchun modelda 36 ta kuzatuv mavjud. R-squared natijasi 0,94 ni adjusted R-squared esa 0,93 bo'lib, bu modeldagi yuqori aniqlikni ko'rsatadi. Modelda ko'rishimiz mumkinki, Turkiyani iqtisodiyoti aholi jonboshiga nisbatan yalpi ichki mahsuloti sanoatga o'ta uzviy bog'langan, ya'ni sanoatning 1% ga oshishi yalpi ichki mahsulotning 0,96% ga 0,96 birlikka oshishiga olib keladi. Ammo P test natijalariga ko'ra ishsizlik, inflyatsiya kabi mustaqil o'zgaruvchilar 0,5 dan yuqori va shu bois biz ushbu modelda aytishimiz mumkinki, aholi jonboshiga yalpi ichki mahsulot qolgan sanoatdan tashqari qolgan mustaqil o'zgaruvchilar bilan deyarli bog'liq emas. Bu yerda tenglamani ham ko'rishimiz mumkin. Umumiy bog'liqlik 0,8 va 0,968 bu sanoat va oxirida error, ya'ni xatolik qo'shib qo'yiladi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz Breuch-Pagan testini o'tkazish. Bu testda o'sha modeldagi heterokadastriklik muammosi tekshiriladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, probability 0,129 dan tashkil qilib, 0,5 dan kattaligi 0 gipotezani rad etmaydi. Ya'ni modelda heterokadastriklik muammosi mavjud emas. Xatoliklar dispersiyasi doimiy hisoblanadi. Biz dastlab tahlilda korrelyatsiya orqali qildik, ya'ni 6 ta mustaqil o'zgaruvchi bilan korrelyatsiya natijalari bizga 0,5 dan kichik sababli 0 gipoteza rad etildi. Bu orqali
modelda korrelyatsiya mavjudligi aniqlandi. Shundan so'ng biz ayrim o'zgaruvchilarni chiqarib tashlash orqali yangi model tuzdik va bu modelda korrelyatsiya aniqlanmadi va test natijasi 0,5 dan kattaligi orqali korrelyatsiya muammosi bartaraf etildi. Mustaqil omillarning multikollinearlikka tekshiruv natijalari, ya'ni variance inflation factor, qisqacha qilib aytganda VIF, bu narsa 10 dan kichik bo'lishi kerak. 10 dan kichik bo'lib, eng katta qiymati 1,5 ni tashkil etdi. Modeldagi VIF o'rtachasi esa 1,3 ni tashkil qiladi. Bu modelda mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud emasligini, multikollinearlik muammosi kuzatilmayotganini ko'rsatadi. Keyingi testimiz Shapiro-Wilk testi. Bu testda natijasi 0,5 dan katta bo'lishi kerak. Aynan shu orqali gipoteza rad etilmaydi va modeldagi qoldiqlar taqsimoti normal taqsimotga egaligi ko'rishimiz mumkin. Bizdagi probability z 0,5 dan katta, ya'ni 0,112 ni tashkil etadi. Bu modelimiz bu testdan ham o'tgandan keyin regressiya modelida xatoliklarning normal taqsimlanganligini tekshirish maqsadida qoldiqlarni histogrammasi qurildi, ya'ni grafik natijalariga ko'ra qoldiqlar 0 atrofidagi simmetrik tarzda taqsimlangan bo'lib, ularning shakli normal taqsimot egri chizig'iga yaqin ekanligi kuzatilgan, ya'ni har bitta o'zgaruvchini qoldig'i normal taqsimlangan o'sha taqsimot egri chizig'i bilan deyarli simmetrik shaklda bo'lgan, ya'ni bar chart bilan line graph deyarli bir xil yo'nalishda harakatlangan. Bu esa modeldagi xatoliklar normal taqsimotga egaligini, regressiya modelining statistik jihatdan ishonchliligini ko'rsatib beradi. Keyingisi O'zbekiston va Turkiyaning munosabatlari. O'zbekiston va Turkiyaning munosabatlari 1991-yildan boshlangan, ya'ni Turkiya O'zbekiston mustaqilligining birinchi tan olgan mamlakat hisoblanadi. Bu munosabatlar 1990-yillarda shakllangan bo'lsa ham, so'nggi yillarda yana ham kuchaydi. 1992-yilda diplomatik munosabatlar yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Turkiyani mintaqadagi muhim hamkorlardan biri hisoblanadi. Ushbu jadvalda ko'rishimiz mumkinki, O'zbekistonning Turkiyaga eksporti va O'zbekistonning Turkiyadan importi tasvirlangan. E'tiborli jihat shundaki, bizning asosiy eksport mahsulotlarimizni asosini foydali qazilmalar, resurslar tashkil qiladi. Ya'ni biz Turkiyaga deyarli tayyor mahsulot emas, resurs yetkazib beruvchi mamlakat sifatida sanoatiga hissa qo'shamiz. Import mahsulotlarimiz esa asosan yarim tayyor mahsulotlari, texnologiya va kiyim-kechak mahsulotlariga to'g'ri keladi. Bu esa Turkiyada asosiy mahsulotlar bizga tayyor holatda kelishini, biz esa Turkiyaga nisbatan iqtisodiy jihatdan tobora bog'lanib borayotganimizni ochib beradi. Ya'ni jami eksport balansimiz Turkiyaga nisbatan manfiy holatda shakllangan. Ushbu jadvalda ham ko'rishingiz mumkinki, Turkiyaga O'zbekistonning xom ashyo eksporti yildan yilga oshib bormoqda. Ya'ni 2019-yildan 2024-yilgacha mis va chakana toza paxta mahsulotlari oshgan. Mis quvurlari, temir rudasi kabi foydali qazilmalarning eksporti deyarli karrasiga oshib borgan. Turkiya O'zbekistondagi eksportining o'sishi bo'lsa, asosan sanoat mahsulotlariga to'g'ri keladi. Bular o'sha ehtiyot qismlari yoki yengil sanoat mahsulotlari bo'lgan kiyim-kechaklarni o'z ichiga oladi.
Ushbu line grafda, ya'ni chiziqli grafikda ko'rishimiz mumkinki, Turkiya bilan O'zbekistonning savdo hajmi mustaqillik yillaridan hozirgi yilgacha faqat o'sib borgan. So'nggi yillardagi savdo hajmi $3,5 milliard tashkil qiladi. Bu esa albatta qardosh xalq bo'lgan Turkiya Respublikasining O'zbekiston bilan integratsiyasini kuchaytirib beradi. Shunday qilib, bugungi tadqiqotimiz ham tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu tadqiqotning so'ngisida adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Bu orqali biz qaysi manbalardan foydalanganimizni ko'rsatib berganmiz. Xayr, salomat bo'ling.